Живой отuzta berib qo'ying buni elga-da kichini. Siz ham bir motivatsiya bering. Odamlar. Mana men gilas egam deganlarga aytatilim-da. Biz ham o'zi gilas egib yuribmiz ko'p yildan beri. Gilas bor. Valoyda ektigilam bir 15 yildan beri kutdik. Bultirg'ana bir oldik-da. Bu yil mana men Tavakkal aka sebepchi bo'lib kelib ko'rib qoldik mana bu gilasni. Birinchi yo'l ko'rdim bunday gilasni oldina kelib. Shundan olib egish kerak ekan. Men o'zimda egayin degan o'y bor shundan Xudo xolasachi. Shundan 2 kilo gilas egim degan odash bog'la shundanchi. Bunday sort bilmayman bu boshqa yoqdan tovush qiyin bo'lsa kerak. Shu Tavakkal aka shu sort olib kelib bizga reklama qilib ko'rsatdi. Mana rahmat Tavakkal akaga. Rahmat sizlarga. Allah razı Yo'lchi qilsa zo'r qilish kerak-da menda. To'g'rimi? Yana 10 yil, 15 yil Valovoyda ekib, to'g'ri ekkanlar endi bu sortlar jo'g'ida endi chiqdimi? Ras shu yangi sortlar chiqdi, shundan foydalanishimiz kerak-da. Yana eski sortlarga ilashmas. Mana sen ham qulpini ayt, to'g'ri? Yangi zo'r sortlar bo'lsa o'shanda egasin-da, to'g'rimi? Eski sort aytaman uyimizdagi muncha. Ha, sekretini ham bilib oldim, ekish kerak ekan har yili.